Assalomu alaykum qadrli YouTube obunachilarim, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Oxirgi joylagan videoyim anchagina fenomen bo'ldi. Juda ham ko'plab odamlar ko'rib, tomosha qilib, allaqachon O'zbekiston bog'lisiga maxsus chegirmada juda chiroyli bo'lgan lagestremiya, gibiskus va gortenziyalarni ekishga ulgurishdi. Bugungi YouTube videoyimda ham xudo xohlasa sizga o'tgan safargidan fenomen bo'ladigan videoni taqdim qilishga qaror qildim. Gortenziyalar bilan bog'liq, plus gortenziyalar juda ham sevilib ekiladi bizning O'zbekistonda. Aynan gortenziyalarni maxsus chegirmada aynan YouTube'dagi obunachilarim bilan bo'lishib, bizning pitomnikka tashrif buyurishlikni istadim va uni juda ham super narxda sizlarga taqdim etishga rahbariyat bilan kelishib oldik. Xudo xohlasa oldingi yillarga nisbatan anchagina arzon bo'lgan chiroyli metelchiti gortenziyalarni aksiyasi bilan tanishamiz. Agar sizlarga men videolarim endi chiqish boshlayotgan bo'lsa, albatta podpiska tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sababi videoni ko'rish davomida tushunib yetasiz. Ilmiy asoslangan faktlar va qiziqarli ma'lumotlar aynan mana shu blokda bo'ladi. Agar tayyor bo'lsanglar, videoni boshlaymiz. Metelchiti gortenziya nima? Metelchiti gortenziya bu oftob gortenziyalari bizning til bilan aytganda. Lekin oftob gortenziyasi bo'lgani bilan to'g'ridan-to'g'ri oftobda har doim ham yetishtirish imkoniyati mavjud emas. Nima uchun? Sababi bular juda ham tez stressga chalinuvchan va o'zida juda ham ko'p suvni tanasida saqlashi va har kuni suv ichishi talab qiladigan o'simliklar hisoblanadi. Agar siz ularga suv bermasangiz, ular o'zini gulini tashlab yuboradi. Va juda ham to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari tushadigan bo'lsa yoki shamol aylanmaydigan joy bo'ladigan bo'lsa, tanasida mana shunaqangi kuyish holatlari yuzaga keladi. Albatta bundan siz 100% qutulib keta olmaysiz, sababi bu doimiy va mavsumiy amalga oshadigan jarayon hisoblanadi. Albatta bu narsalarni yengish uchun siz o'z vaqtida bularni to'g'ri oziqlantirishingiz va o'z vaqtida sug'orishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni har kuni suv quyish ertalab 2 daqiqadan 10 daqiqagacha agar polivniy sistema bo'ladigan bo'lsa, yokida o'zini shu hajmidan kelib chiqib, misol uchun 5 litrli tuvedami, 10 litrli tuvedami, qanchalik yoshi kattaligiga qarab turib, o'sha tuvegida hajmidan ozgina ko'proq bo'lgan suv quyasiz. Misol uchun 5 litrli idishda bo'lsa 7 litr suv quyasiz. Agar 10 litrli idishda bo'lsa 12-15 litr suv quyasiz. Va imkon qadar ularni ustidan suv berishi kechki paytga qoldirganingiz yaxshi. Ya'ni kechki salqinda quyosh nurlari issig'i asfaltdan issig'i ketganda, kechki salqin tushganda bilish mumkin. Odatda bizda hozir 9, kechqurun soat 9 da kechki salqin tushadi. Shu paytda cho'miltirsangiz bo'ladi. Endi agrotexnik tadbirlari bo'yicha albatta to'liq ma'lumot bera olmayman, lekin xohlasangiz bu bo'yicha meni o'zim shaxsiy o'quv qo'llanmam bor. Ushbu o'quv qo'llanmani maxsus narxda sotib olsangiz bo'ladi. Agar siz Axirnoflaus obuna bo'lgan bo'lsangiz, sizga elektron versiyasi 30 ming so'm, bosma versiyasi bo'lsa 70 ming so'mdan taqdim eta olamiz. BTS pochtasi orqali kitob variantini sizga chiqarib beramiz. Yoki mana shu telefon raqami orqali elektronisini ham xarid qilsangiz bo'ladi. Elektronisini linkini tashlab beramiz yopiq Telegram gruppaga. Demak, endi bo'lsa biz sizlar bilan aksiya narxlariga to'xtalishni boshlaymiz. Qisqasi o'rtoqlar, gortenziya o'simliklarimiz bilasiz, har doim O'zbekistonda ham boshqa davlatlarda ham juda ham qimmat narxlardan sotilgan. Bizda bo'lsa maxsus chegirmalarga qo'yib bergandik, 250 ming so'mdan mana shularni xarid qilsangiz bo'ladi. Misol uchun mana bu yoqda 200 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi, 230 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Biz ko'p aksiyaga qo'yib bergan edik. Lekin o'rtoqlar, bu hayotda yashash va qanaqadir biznes yuritish faqat va faqat daromad ishlash, boyib ketish, millioner bo'lish, puldor bo'lishlikdan iborat emas. Albatta ayniqsa o'simlik sohasida. Nima uchun? Chunki o'simliklar bu tirik jon va tirik jonni siz boqasiz. Xuddi hayvonni parvarish qilgandek bog'ingizda tirik bo'lgan o'simlikni parvarish qilasiz. Oxirgi kunda bizning pitomligimizda gortenziyalar juda ham ko'plab yetishtirilyapti. Shu sababli ushbu gortenziyalarni narxlarini imkon qadar minimallashtirishga harakat qilyapmiz va joy masalasi, agar o'simliklar juda ham ko'p yetishtirilsa, pitomligimizda joy yetmay qolish ehtimoli yuqori bo'ladi. Shu sababli biz gortenziyalarni maxsus chegirma bilan joyini bo'shatish maqsadida va har bitta o'zbekistonlik gul sevuvchilar, gul yetishtiruvchilarning bog'ida shu gortenziyalarni bo'lishini ta'minlash maqsadida yana ham giper chegirma qilishga qaror qildik. Misol uchun, xuddi nima deydi, chegirmani va pishim yuqori chegirmada
Pitomnikka kelasizda mana shu yerda ko'rib turgan gortenziyalaringizni yoqqanini, любой bittasini atigi 100 ming so'mdan olib ketsangiz bo'ladi. Mana maxsus chegirma sizga qarang. Bu yerda katta tvedagisi ham bor, kichkina tvedagisi ham bor. O'ziga yoqqanlarni tanlab olasiz. Vanilla fries, Sunday fries, Petite Star, Polistar, shunaqa navlarimiz, Polyarniy medved mana shu yerda bor. Xuddi shu sortlarni istalganini kelib o'ziga yoqqanlarini tanlab olib ketasiz. 100 ming so'mdan xohlaganingizni olib ketaverasiz. Va faqat dostavka qilib bering deydigan bo'lsangiz, dostavka va faqatgina Toshkent shahriga chiqarib beramiz Yandex taksi orqali kechki salqin bilan. Lekin viloyatlarimizga afsuski pochta orqali dostavka qilib chiqarib bera olmaymiz. Nima uchun? Sababini o'tgan safargi videolarda ham aytib o'tdim. Gortenziya o'simliklari suvsizlikka chidamsiz. Bularni agar viloyatga chiqaraveradigan bo'lsak, pochta orqali borganda bulidi gullarini qurib qolishi, shoxlarini sinishi yoki suvsizlikdan qiynalish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli eng yaxshi tanlov o'zingiz kelasiz, yoqqanlarini saralab tanlab olib ketasiz. Mana imkoniyat o'rtoqlar. Hattoki yarim narx emasda, ya'ni skidkani 70-80% skidkasi chegirmasi. Har doim ham bunaqa chegirma berilmaydi. Rahbariyat obunachilarimizni qo'llab-quvvatlash va hammamiz o'zaro manfaatli bo'lishimiz uchun savob tariqasida ham hamma xohlaganini kelib mana shundan 100 ming so'mdan olib ketsin deyishdi. Xursand bo'ldim to'g'risi va sizlar bilan bo'lishga qaror qildim. Pitomnik manzili, telefon raqamlarimiz mana ekranda chiqyapti. Bemalol kelasiz. Ish vaqtimiz ertalab 9 dan soat 6 gacha. Tushlik vaqti bo'lsa 1 dan 2 gacha. Faqat tushlik vaqti reglamentiga mutlaqo amal qilinglar. Chunki u vaqtda sizga javob bera olmasligimiz va xizmat ko'rsata olmasligimiz mumkin pitomnikda. Qolgan payti bemalol kelsangiz bo'ladi. Ish vaqtimiz har kuni. Kelinglar, o'zingizga yoqqan gortenziyalarni tanlab olinglar. Albatta bu chegirma va video sizga ma'qul keladi deb o'ylayman. Shuning uchun layklaringizni bosing. Agar chegirma yoqmagan bo'lsa, dislike bosing. O'ylaymanki dislike bo'lmaydi, hammasi like bo'ladi va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Bular 100 ming so'mga arziydimi o'zi yoki yo'qmi? Va qaysi navdagi gortenziyani siz o'zingiz bog'ingizga ekishni xohlagan bo'lardingiz?